Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Tabiat dunyosi uyg'onayotgan atiyozliq kun-tun tanglashga qarab yuzlangan bahor paytida dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur xalqi bu yillik Navro'z bayramini kutib oldi. Amerika prezidenti Barack Obama'nın 19 mart günü bütün dünyadaki Navro'z bayramını kutlaydigan xalqlarga yo'llagan Navro'zlik salimi bu yillik Navro'z kayfiyatini texmo yuqori pallaga ko'tardi. Amerikadagi Uyg'ur jamoati 20 mart günü jam bo'lib, Navro'z chechakları o'pida ichilishga boshlagan Washingtonda 2016 yillik Navro'z bayramini tabriklash faoliyati o'tkazdi. Faaliyatda Amerika Uyg'ur jamiyatining yangidan tayinlangan raisi Elshad Hasan Efendi so'z qilib, Amerikadagi Uyg'ur jamoatining Navro'z bayramini tabrikladi. Yaqin G'uljin ayisining Arustan yezi O'ymanbay To'qay kentidan 41 nafar yoshning ushtumto tutqun qilinganligi haqidagi bir uchur radiomizga ma'lum bo'lgan edi. Ammo uchurda tutqunlarning nima sababdan tutilganligi haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Radiomiz mazkur tavallikdagi soqchi va aholilarga telefon qilib, voqeaning tafsiloti haqida aniqlash olib berdi. Ma'lum bo'lishicha, bu cho'ng tutqun qilish harakati buningdan 2 oy ilgari yuz bergan bo'lib, 220 oilalik nopasga ega O'ymanbay To'qay kentidan jami 41 kishining tutqun qilinganligi, ya'ni kentdagi har 5 odamdan birining qamoqda ekanligi dalillandi. Egallashimizcha, da'voda bularning orasidagi 14 nafar yoshning kimligi aniqlandi. Tutqun qilingan 41 nafar Uyg'ur yosh mazkur kentda qazo qilgan bir partiya a'zosining nazarga berishni rad qilgan ekan. Yaqında Xitoy axborot vositalari maxsus xabar berib, 2015 yilida har darajalik sud mahkamalarida davlat bexatarligiga ziyon solgan yoki zo'ravonlik va terrorlik bilan shug'ullangan degan jinoyat bilan 1084 qitimliq delo ustidan sud ochilganligini, 1419 kishining jazolanganligini ilgari surdi. Xitoy hukumat taratqullari oshkor qilgan bu son xalqarodagi kishilik huquq tashkilotlari bilan siyosiy analizchilarning kuchli diqqatini chekdi. Ular bu sonning mutlaq ko'p qismini Uyg'urlar egallashi mumkin degan taxminlarni o'tirib qo'ymoqda. Shuning bilan bir vaqtda ular yana Xitoyda bu yildan boshlab yo'lga qo'yilgan atalmish terrorlikqa qarshi turish qonuni bilan diniy asabiylikka qarshi turish nizomining amaliyotda Uyg'urlarni bostirishni nishon qilganligini ta'kidlamoqda. Ma'lum bo'lishicha, buningdan 20 yil avval, ya'ni 1996 yili 3-oyning 19 kuni Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti 7-nomerlik hujjat nomida mutlaq maxfiy bir qaror chiqargan. Mazkur hujjat o'z davrida Xitoydagi o'lka avtonom rayon va ministrlikdan yuqori darajali kompartiya komitetlariga maxfiy tarqatilgan bo'lib, uni ishki jihatda Uyg'ur avtonom rayoni siyosiy vaziyatining kelgusi yo'l xaritasi sifatida qo'llanilganligi ko'rsatilgan. Aradan 20 yil o'tgan bugungi kunda muhojiratga Uyg'ur ziyolilar bilan vaziyat analizchilari mazkur hujjat haqida fikr bayon qilib, uning 20 yildan buyon Xitoyning Uyg'urlarni bostirishdagi dastur bo'lib kelganligini ilgari surdi. Yaqında Xitoy hukumat taratqullari 13-5 yillik namoratlik o'tkiliga hujum qilish plani va nishonini e'lon qilib, Xotan viloyatida kelgusi 1 yil ichida 244 namorat kent bilan 130 necha ming aholini namoratlikdan qutuldirishni nishon qilganligini jakalagan. Radiomiz bu haqda Xotan viloyatidan maxsus uchur egalladi. Egallanishicha, yerlik doiralar bu plan bo'yicha uyma-uy kirib namoratlarni tekshirib, jadvallashtirgan bo'lsa-mu, ammo yillik kirimi 3000 so'mga aran yetadigan aholilarning namoratlik tizimiga kirgizilmaganligi ma'lum bo'ldi. Namoratlik o'lchami Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bekitgan namoratlik o'lchamidan xeyli tuvan bo'lgan Xotan viloyatida aholilarning kelgusi bir yil ichida namoratlikdan qutulishi kuzatuvchilarning kuchli gumonini qo'zg'amoqda. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur yozuvchi Nurmamat Yasinning Yov Kaptar nomli adabiy asari Amerikaning Indiana shtatidagi VFHB radio shirkati tomonidan ovozliq asar qilib ishlangan va radio to'lqinlari orqali tarqatilgan. Yozuvchi Nurmamat Yasin mazkur asari sababli 2005 yilda Xitoyda 11 yillik qamoqqa hukm qilingan edi. Uning jazo muddati to'shqan bo'lsa-mu, lekin hozirga qadar qo'yib berilgan yoki qo'yib berilmaganligi salomatlik ahvolining qandaqligi texnik ma'lum emas. Nurmamat Yasinning Yov Kaptar nomli asarining inglizcha ovozliq nashrini tarqatishga mas'ul bo'lgan Sinisia Wolf xonim bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qildi va o'z ta'sirotini bayon qildi.
u Nurmuhammad Yasinning ushbu badiiy asri uchun qamoq jazosiga mubtalo qilinganligidan hayron qolganligini bildirdi. Möhtərəm televizor kögüçülər yuqorida Erkin Asiya Radiosu Toğrı televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelər həftə görüşkiçə aman bolunglar. Xeyir xoş.